Assalomu alaykum, xush kelibsizlar, yaxshi kelibsizlar. Bugungi leksiyamiz o'zbekcha, o'rischa aralashtirib o'tib beraman. Biza hozir yaqinliklar, hammanglar studentlar deymiz, bizani sentrda yotishibdi. Yoki yotishgan. U yerda mana misol uchun bizani programma deylik 90 kunga belgilangan bo'lsa, o'sha 90 kun mobaynida ma'lum bir qanaqadir zadaniyalar yozib borishadi. Hozir bugun gaplashamiz, nima zadaniyalar yozishadi, nima uchun kerak u zadaniyalar, u zadaniyalar chiqqandan keyin trezve qolishiga qanaqa qilib yordam berishi mumkin. Xo'p, birinchi meni savolim, xohlardimki, чтобы сказали, с чем вы пришли. Почувствуем можно, по состоянию. Xo'p, начнем с первого. Когда студент поступает, bizda student sentrga kelganidan keyin birinchi biza beradigan topshirig'imiz birinchi zadaniya. U nima uchun muhim? Unga o'zi adaptatsion period deymiz, student uchun bu yoqqa sentrga kelganda birinchi 3 kun, 4 kun, 5 kun juda ham qiyin bo'ladi. Nima uchun qiyin bo'ladi? Sababi oldingi hayotida shunaqangi o'rganib qolganki, yangi hayot, yangicha atmosfera bu uchun juda ham yangilik. Men misolni ko'p aytardim, akvariumda studentlarga ham aytaman. Baliqlar deylik, mana bu baliqlar. Mana bu sentr. Sentr bu yerda yangi baliqlar. Ya'ni bu yerda yurganda bu uchun bu akvarium juda ham tushunarli. Qayerga borish kerak, onamni qayerda manipulyatsiya qilsam bo'ladi, erimni nima qilsam bo'ladi, xotinimni nima qilsam bo'ladi. Bu uchun juda ham tushunarli akvariumni suzib kelgan u. Endi hozir biz buni balonni bitta oldikda, paqqat bu yoqqa solib qo'ydik. U uchun bu yerdagi suvning harorati, atrofdagi baliqlar, bu yerdagi filtr, berilgan ovqat, hammasi bu uchun qanaqadir yangilik bo'ladi. Shuning uchun adaptatsion period oddiy qilib aytganda yangi akvariumga birinchi ozgina moslashtirib olish. Bu akvariumda chiqqandan keyin mana поведениеda qolishi bu juda ham muhim. Bu yerda qolish uchun bu yerdagi hozir bu yerda yozib olgan zadaniyalari shu akvariumda qolish uchun, ya'ni yordam beradi. Birinchi zadaniya savoli qanaqa bo'ladi? Men nima uchun sentrga keldim? Esse formatda yozishadi, ya'ni o'tmishimda nima bo'ldiki, meni sentrga olib keldi. Bu birinchi qadam. Qaram odamni bilsangiz eng muhim va eng katta zashitasi bu inkor qilish. Aytadi, meni muammoyim onamda, menda emas, meni muammoyim ishimda, menda emas. Ya'ni harakat qiladiki, menda muammo alkogolda, o'yinda yoki narkotikda emas, muammo atrofda. Inkor, psixikada inkor, отрицание butunlay muammolarini itarishga, qabul qilmaslikka yordam beradi. Birinchi qadam bu juda ham muhim, birinchi zadaniya. O'sha inkorni ozgina yechilishi uchun atrofda daveriya qo'zg'atish uchun, ya'ni ishona olish uchun yordam beradi. Bu yerda ko'plar savol berishadi, qanaqa qilib sizlarga, mana bizga hech qachon aytishmagan bu gaplarni, qanaqa qilib sizlar bilyapsizlar buni, ya'ni qanaqa qilib sizlarga yetishyapti bu narsani deyishadi. Buni sababi, agar mana yangi окружениеga tushsada, atrofdagi окруженияsi hammasi buni tushunadigan insonlar bo'lsa, har bitta odam ochila oladi. Oldingi окруженияsi bunaqa bo'lmagan. Kimdandir bekitgan, qayerdadir nimadir qilgan. Bu yoqda biz shunaqa bu zadaniyada atmosfera qilib beramizki, umuman kritikasiz. Nimaga bunaqa qilding yoki nima sababdan? U narsa yo'q. Bu yerda biz xursand bo'lamiz, hammasini borini aytgani uchun. Xo'p, ikkinchi zadaniyamiz bor. Endi bu yerda individualni ham orada beriladi. Men основной bazaviy zadaniyalarni aytib ketaman hozir. Ikkinchi zadaniya 10 ta plus minus. Bu nima? O'yindagi, alkogoldagi yoki поведение, agar deviantni поведение bo'lsa, o'sha iste'moli, ya'ni mana поведениесini mana bor-ku, deviantni поведение, bu ham iste'mol deymiz. O'sha iste'molini 10 ta plyusini va 10 ta minusini yozib chiqadi. 10 ta plyusi nimaga kerak? Biz uchun, mana men spetsialist uchun nimaga kerak? U yozadi, menga narkotik iste'moli bergan uverенности. Bo'ldi. Demak, unda defitsit uverенность. Demak, u narkotik orqali uverенность olgan. Demak, menga bu signalki, bu bilan uverенность uchun ishlash kerak.
ya'ni bu katta auditoriyalarga chiqsa yoki kimlardir bilan gaplashsa, bu narsa bunda yo'q. Shu defitsitni to'ldirish kerak. Birinchi maqsad plyusdan. Ikkinchi maqsad har bitta plyusni ko'rsatamiz minusini. Ya'ni bu yerda ves tarozga bor-ku, solamiz. Bu yerda aytyapti, hozir bitta misol chiqdim, iste'mol qildim, menga uvernis berdi, bordim, uni hal qildim, bemalol yurdim, charchab qolmadim. Ana endi shu situatsiyadagi minusini biz ko'rsatamiz. Ya'ni mana inkor tizimini qanaqa qilib yo'q qilsa bo'ladi? Qachonki unga libboy iste'molni, bu xoh yaxshi situatsiya bo'lsin, xoh zo'r bo'lsin, ko'rsatish maqsad. Shu minusi bor. Libboy iste'mol bo'ldi, iste'mol o'zi minus. Bu yerda 10 ta plyus yozib chiqadi-da, keyin biz o'sha har bitta u o'ylagan plyusni minusini ko'rsatamiz. U plyusini yoz desa, yozayotgan odam bilmaydi shu razborda, hozir baribir minusini aytishim kerak demaydi. Nima rostakasim his qilgan, iste'mol bergan plyuslarni yozib chiqadi. Deviantning поведенияda основной iste'moli shu biladi, hozir soat 11 dan keyin ko'chaga chiqishi mumkin emas, ya'ni. Onam urishadi, yo'q, bunga shu чувство kerak, mana shu hissiyot kerak, mana shu azart kerak, mana shu раздражение kerak. Ya'ni shular orqali mana shu iste'mol qiladi deviantning поведения. U ham xuddi shunaqa plyusini yozib chiqadi, 10 ta plyusi. Keyin undan keyin 10 ta minusini yozadi. Ya'ni iste'mol menga qanaqa minus olib kelgan jarayonda minuslarni yozib chiqadi. To есть buni biz tushundik, defitsit, to'g'rimi? Defitsit. Ikkinchisi показать. Ko'rsatish. Ko'rsatish har bitta plyus iste'molni обязательно tagida minusi bor. Keyin mana muhim zadaniyalardan bu потери. Потери o'zbekchasiga yo'qotish deymiz. Bu yerda yozib chiqadi. Biz aytamiz bio, psixo, sotso, duxovnida 4 ta sferasi bor. Qaram inson o'zini 4 ta sferasini iste'mol paytida barbod qilgan. O'zi agar chuqurroq bu qaramlik kasalini o'rganilinsa, qaramlik kasali birinchi iste'molidan kelib qolmagan. Agar bundoq detствосini разбирать qilsa, любой bitta qaram insonni поведениялаrini, agar yoshligini, mana shu aytaman-ku, 5 yoshdan boshlab 6-7 maktab paytlari, ana подростковый возраст, o'shalarni solishtirsa, iste'moldan oldin o'zi uni xatti-harakatlari, поведениялari o'shanga olib kelgan. Потери. 4 ta sfera desa, o'sha 4 ta sferasida bioda nima yo'qotgan, psixoda nima yo'qotgan, sotsiumda, duxovniyda nima yo'qotgan. Mana shu 4 ta sferada yo'qotgan poteriyasini yozadi. Bu nima uchun muhim? Hozir mana bu yoqda уже sekin-sekin inkor yechildi deylik. Bu yoqda уже bildi, что mani har bitta plyus deb o'ylagan iste'molim hammasi minus ekan degan narsani tushundi. Ana endi bu og'ir narsa. Nimaga poteriyada bizda studentlar juda ham emotsionalni topshiradi. Kimlardir yig'laydi, kimlardir shu darajada bo'ladiki, poteriyadan keyin davolangiz kelmay qoladi yoki qanaqadir jahl qiladi, agressiyasini ko'rsatadi. Основной aytaman-ku, studentlarda bu normal holat, boshida kelganda qanaqadir maska qidiradi. Nima uchun? Qaram inson hamma yoqda o'zi uchun выгодасini qidiradi. Mana yangi atmosferaga tushdi, qidiradi. Men nima maska kiysam hamma uchun yaxshi bo'laman. Shu narsani qidiradi. Уже botgacha ozgina maskasi yechiladi, mana shu poteriyada shu zadaniya topshirib o'tganda juda ham og'irroq bu zadaniya, emotsional yondashadi bu zadaniyaga. Chunki mana shu studentlar ozgina yig'laydi, topshirganda yomon hissiyotlarni his qiladi. O'zi ham eshitaman, hayron qoladi. Nimaga oldin his qilmaganman? Bu hissiyotlarni misol bir oyda bizga ko'rinadi-ku, student tushdi, bir oydan keyin yaxshi bo'lib qoldi o'zidan o'zi. Ya'ni iste'molsiz yashab o'tgan chustvalari u uchun emotsional bo'ladi. Iste'mol paytida bu hissiyotlarni faqat ichiga bosgan.
Mana mana aytadi, charchash kuni iste'mol qilganman yoki nimalardir uchun. Bular hammasi hissiyotlar bilan ishlangan deyilmaydi, hammasi bosilgan deyiladi. Sentrda hozir bu yerda iste'mol yo'q, o'yin yo'q yoki qanaqadir поведениясini borib kimnidir urolmaydi yoki qanaqadir kuchli agressiya qila olmaydimi? Ana qila olmagani uchun ham bu yoqdagi hissiyotlari bu yoqqa kelib chiqadi. Ya'ni bu poteriyada ko'rsatishi bizga kerak iste'mol mobaynida qanchalik katta narsani yo'qotganini. Endi bu yerda bo'ladi, biz oxirida razbor qilamiz. Bu yo'qotishni tikla olaysanmi, tikla olmaysanmi? Chunki qanaqadir yo'qotishlar bor, uni tiklab bo'lmaydi. Qanaqadir yo'qotishlar bor, tiklab bo'ladi. Bunda bizani fokusimiz maksimal student nima deydi? Bo'lli his qilishi. Mana shu bo'lli his qilib, o'shaning ichida yashab, zadaniyani topshirib bo'lgandan keyin kechgacha o'shalarni o'ylab, ya'ni переваривание deydi-ku, shunaqa bo'lishi. Fokusni shunga beramiz. Ya'ni bu zadaniyada biz поддержка bermaymiz. Yaxshi, mayli bo'ladi-ku, hammada yo'q. Bu yo'qotish bu. Ну, nifiga себе deydi-yu, shunaqa narsa. Xo'p, keyin игрокlar uchun общий ущерб bor. Общий ущерб отыгры deymiz, ya'ni o'yin jarayonidagi yo'qotishlar. Bu как misol uchun deylik 2010-yildan boshlangan bo'lsa, mana bu yerda tiziladi o'skani. Mana bu yerda o'tiradi deylik $1000, tepasida $2000. Bu yog'i buni nima sababdan bu qilinadi? Mana ketdi. Buni bundoq solishtirsa, qaramli kasali aytamiz-ku, progressiрующее заболевание. 2010, 2015 bu yerda bo'ldi уже ketyapti. Balkim 2000 qarz, 3000, 10000, 20000. Ya'ni qancha vaqt o'tgani sari bu kasallik progressiruет qilib ketaveradi. Mana shu narsani tushuntirish. Bu yerda itok yozadi, общие потери. Общие nech pul yo'qotgan. Bu faqat игрокlar uchun. Общий ущерб писал, наверное, если он успел. Я это не помню уже. Он же месяц там был. Общий ущерb ma'nosi shu poteriyadan tashqari, poteriya ham topshiradi, undan tashqari просто o'zi uchun, как analiz qilish uchun. Nimaga imenda bunaqa grafiklar o'ylab topilgan? Ludomaniyalar uchun, игрокlar uchun. Chunki игрокlar har doim psixikasida любой jarayon ketayotganda analitiklar bo'ladi, tipa. Analitik qilib, qanaqadir plan qilib, ularga mana shunaqa narsalar muhim. Именно shu uchun mana shu grafik o'ylab topilgan. Xuddi o'zini yo'nalishidagi bu faqat ko'rsatish, qancha yo'qotganini. Keyingi zadание dno. O'zi dno so'zini kim qanaqa tushunadi ma'nosi? Dno bor-ku buni. Da, eng pasti. Bo'lganmi sizlarda dnolar? Ну, это такая задание, shunaqa zadaniyaki, xuddi biz xohlaymiz hayotimizdagi o'sha periodda iloji bo'lsa olib tashlashni. Ну, хотим, чтобы этого не было. Потому что там боль, там страдание, og'irlik, qiyinchilik, mana bir xil dinolar bo'ladi. Mana hozir o'tirib, agar men siz bilan 20 minut o'sha dinoni eslatsam, siz yig'lab yuborasiz. No, yig'lata olmayman sizni. U shu dino. O'sha situatsiyaga ham juda ham og'ir situatsiya. Bu ham juda ham bitta muhim zadание. Именно studentlarda har bitta studentda bu qanaqadir dinosi bo'ladi. Kimlardir katta, kimlardir kichkina, kimlardir uchun oddiy misol aytaman, borib deylik qo'lini sindirib olish iste'molli paytida kimdir uchun dinodir. Kimlardir uchun borib 15 yil o'tirib chiqish dinodir. Ya'ni hammani o'zini dinosi bor, hammaga har xil bo'ladi. Bu dino men o'zim juda ham yaxshi ko'rgan zadaniyam, juda kerakli deb bilgan zadaniyam nimaga? Chunki bu og'irlikka qaram inson o'sha paytida bu yerda faqat qaramam, qo'sh qaramam. Yashab o'tib ketmagan hissiyotlari bor.
Ya'ni mana dino sentrdan oldin qanaqadir situatsiya bo'lgan, u student uchun biladi, что u men uchun tipa dinoda. Nimaga buni yozish muhim? Sabablari. Birinchi sababi, o'sha paytda именно o'sha situatsiyada bu hissiyotlarni ichiga bosgan. U uchun ham og'ir bo'lgan. Bu dino degani, ya'ni u uchun yaxshi bo'lgan emas, xuddi u uchun og'ir bo'lgan qanaqadir kun, qanaqadir hissiyotlar. O'shani yozadi, muhimi o'sha hissiyotlarni yashab o'tib ketishi bu yerda безопасный местda. Hissiyotlarni chiqaradi, yig'laydi. Ya'ni bu katta zadaniya. Esse formatda to'liq uzun yozilgan zadaniya. Birinchisi shu, ikkinchisi ko'rsatishki, agar shu yo'lda davom etsa, mana shu yo'li buni dinoga olib kelgan. Bundan agar shu yo'l davom etsa, yana xuddi shunaqa dinoga olib keladi degan tushunchani berish. Bu maslahat berardim, mashinaga o'xshagan zadaniyalarni, ya'ni bu qaram odam uchun ko'pi. Lekin qo'sh qaram odam uchun ham bu yerga nimalardandir ma'lumot olib, o'zi uchun ishlasa bo'ladi. Keyingisi illyuziya. Illyuziya nima? Samoobmanda. Qayerdan bilasiz? Хорошо. Illyuziya это да, samoobman. Men o'zim juda ham yaxshi ko'ragan zadaniyam, kimdir topshirayotgan bo'lsa, tiqilib kirib, emgani qabul qilgim keladi o'zim. Shunaqa мероприятиеda razbor qilib, maza qilib. Nimaga unaqa? Chunki qaram insonda mana bugun meni oxirgi iste'molim deydi. Boshqa hech qachon iste'mol qilmayman. Men iste'mol qildim chunki onam aybdorlar. Agar onam yaxshi bo'lganlarida men yaxshi bola bo'lardim. Mana bular hammasi samoobman aytganingizdek, o'zini o'zi aldash. Agar bizaga ular gapirishsa, biz o'ylaymiz-ku, bizani u aldayapti deb. U aldayotgan bo'lmaydi ko'pdan ko'p. O'zi to'qigan yolg'onga o'zi ishonadi. Mana men misol uchun hozir aytishim mumkin, hozir ko'chada tun. Mana uchun shunaqa, men shunaqa deb o'ylayapman. Ya'ni sizlarni aldamayapman. Rostdan ham tun deb o'ylayapman. Lekin hozir tun emas. Lekin men shunga ishonaman. Illyuziya nimaga pravda emas? Chunki istina unaqa emas. Ya'ni haqiqat o'zi unaqa emas. Nima uchun yolg'on emas? Chunki men o'zim ishonyapman. Illyuziyani fishkasi shu-da. Почему это не вранье? Потому что я сам верю, то есть я не вру. А почему это неправда? Потому что истина не такая. Вот в этом фишка. Illyuziya mana shu. Bu juda ham og'ir zadaniya. Tasavvur qiling, siz bitta narsaga qattiq ishonasizda, men siz bilan harakat qilyapman, shu illyuziyangizni buzish uchun. Unda sizni psixikangizda защита ishlaydi. Chunki siz ishonasiz unga. Harakat qilasiz, dokazat qilishga, что siz rostligingizni. Ya'ni bu illyuziyalarni bizish juda ham qiyin. Bu juda ham muhim zadaniya, juda ham muhim. Nimaga biz aytamiz, mana shu bu yerda aytiladi-ku, bizda o'zi bu programma misol 3 oylik desak, qanaqadir sabablarga ko'ra, hayotiy sabablarga ko'ra ketib qolishadi, chiqib ketib qolishadi yoki nimalardir bo'ladi. Xuddi buni misol qilib aytaman, ko'p operatsiya bo'layotgan odam endi tikayotgan olib ketib qolish bilan birga bo'lib qoladi. Shu bilan barobar bo'lib qoladi. Bu zadaniyalarni обязательно muhim. Hammasini etap-etap yopib ketishi. Eng muhim zadaniyalardan mana shu illyuziya, bessiliya bor keyin hozir aytib tushuntiraman. U juda ham muhim zadaniyalar. Illyuziya juda ham qiziq zadaniya, juda ham zo'r zadaniya, juda ham foydali zadaniya. Buni ma'nosini tushundik, illyuziyani. Nima sababdan illyuziya yozishadi? Bessiliya. Bessiliya keyingi zadaniya. Bessiliya bu nima? Bessiliyada o'zini sferalari bor. Bessiliyada ko'rsatamizki, birinchi sferasi mana misol uchun progressiрующее употребление. Ya'ni birinchi iste'mol qayerdan boshlangan? Misol uchun situatsiya, o'tiribman, kimdir oldimda iste'mol qilyapti, menga predlagat qilyapti. Bu iste'mol nimaligini haqida hali bilmayman. Bo'ldi. Menda nima uyg'onadi? Menda ichki
tork uyg'onadi, targ'ib borku, savdo qilaymi, qilmaymi? Bitta tarafim, yaxshi tarafim aytadi, что yo'q, buni bilmaysan. Hozir qanaqa oqibatlarga olib kelishi mumkin? Yo'q deydi. Yomon tarafim mana ma'mala qilyapti-ku. Bitta qilib ko'ring, o'ynab ko'ring, iste'mol qilib ko'ring. Ya'ni mana shu tork bo'ladi. Hozir u bitta sferasini aytdim. Keyin undan u yog'iga aytamiz-ku, qanchadir vaqt o'tgandan keyin onam kasal yoki xotinim kasal, unga yordam kerak yoki onamni qarzi bor shundoq ham. Mana shunaqa vaziyatda ham borib shunga qaramasdan iste'mol qiladi-ku, boshlanishida har bitta qaram odamda tork bo'ladi. Mana sizga aytdi, va'da berdi, bo'ldi, onam boshqa iste'mol qilmayman misol uchun. Balkim rostdan va'da bergandir, balkim o'zi ham charchagandir, misol. Qanchadir vaqt o'tdi, bilyapti, meni iste'molim onamni barbod qilyapti. Onam qarshi deyapti. Vaqt o'tyapti, qanaqadir tusovkadami, o'tirishdami yoki nimadadirda yana u to'qnashib qolyapti iste'mol bilan. Ana o'shanda nima bo'ladi? Zerijish faktor deymiz, ushab qolgan faktor aytayapti. Buni psixikasiga aytadi. Yo'q, onamga va'da berganman. Onamning mazalari yo'q, banesadalar, ahvollari og'ir, har xil narsalar zerjivishi. Ikkinchida trigger bo'ladi. Trigger bilasizlar, ya'ni qaram odamni tiyagani uyg'otadigan narsa. Xohishi uyg'otadigan narsa shu trigger. Shu trigger paydo bo'lyapti, bo'ldi, buni tork bo'ladi. Yaxshi tomon aytadi, yo'q, onamga va'da berganman yoki mazalari yo'q, uyda muammolarimiz bor, qarzlarimiz bor, o'zi mana bunaqa ahvol bo'lyapti. Bu yoq tarafi yaxshi narsa qilmaydi. Kontrol возможно же. Типа, по чуть-чуть. Bo'ldi, mana shunaqa torklardan keyin oxiri olib keladi. Bunda ko'rsatish, qaram odam bessiyliga kirdimi, bu yerda yutish iloji yo'q. Bessiylik degani men kasalligim bilan o'ynashish degan. Mana kasallik aytamiz-ku, pervishak, bessiylik qabul qilish. Ya'ni qaram odam qaramlik kasalini oldida ojiz, kuchsiz. Butun iste'molida nimaga hech qachon tasholmagan? Butun shu vaqtgacha u qaramligini boshqara olayman, kurasha olayman deb o'ylagan. Qachonki agar tan olsa, kapitulyatsiya qilsa, yo'q, men o'zimni qaramlik kasalligim bilan o'ynashmayman, o'ynasam yutqizaman, aniq. Bo'ldi. Shuni tan olish, qabul qilishi. Bu bessiylikda ko'rsatamizki, agar mana shu torkka kirdingmisan, bo'ldi, o'sha yutqizasan. Oxiri bu yerda bo'ladi. Razрешающий мысль, mana tasavvur qiling, yo'q ketyapti, bu juda ham og'ir jarayon. Bu bessiylikda biz shu torkka razberat qilamiz. Ya'ni o'sha paytga tushadi. Qanaqa payt edi? Ertalab, kechqurun, obedda. Misol uchun, ertalab pogoda какая? Солнце. Чтобы он, student, maksimalni o'sha vaqtda yashash uchun, his qilish uchun o'sha paytda. Anglab yetish uchun bu yoqqa kirgandan keyin обязательно oxiri men yutqizaman. Ya'ni bu yoqqa kirib, o'sha to'lqlar ketayotgandan keyin, o'ziga aytib bergandan keyin qanaqadir оправданияларni уже ana qilish mumkin emas. Men illyuziyaga qo'shib ketmoqchiman. Illyuziyaning har xil sferalari bor. Отрицание bor, minimalizatsiya bor, ratsionalizatsiya bor, intellektualizatsiya bor, planирование bor. Bu nimaga muhim sferalarga bo'lish? Illyuziya отрицание nima degani? Illyuziya отрицание men hech qachon iste'mol qilmayman yoki men qaram odam emasman. Mana o'sha qanaqadir vaqtda balkim sizlarda bo'lgandir, yordam beraylik. Yo'q, menga yordam kerak emas. Mana bu hammasi illyuziya отрицание. Ya'ni отрицание qilyapti anaqasini. Keyingi sferamiz minimalizatsiya. Hozir illyuziyani qo'shib ketyapman. Minimalizatsiya bu nima? Men bir haftada ozgina iste'mol qilyapman-ku. Ya'ni o'zini iste'molini minimalizatsiya qildirish, kamaytirish. Keyingi ratsionalizatsiya. Bu o'zini oqlash, оправдание deymiz. Men iste'mol qildim chunki uxlamayapman. Основной alkogolizmda bor shu narsa, alkogol iste'molini ko'proq oqlaydi shu uxlash uchun. Да, я пил просто потому что мне тяжело спать, типа. Вот, это рационализация. То есть o'zini iste'molini правдоподобное, но честное объяснение deydi-yu, qanaqadir bilan oqlash. Keyin intellektualizatsiya bor. U qanaqa mana bitta mana o'rtog'im iste'mol qilyapti, men ham iste'mol qilyapman. U 50 yildan beri iste'mol qilyapti. Men endigina 5 yildan beri iste'mol qilyapman.
mana 50 yildan iste'mol qiladi. Hammasi joyida-ku. Ya'ni birovni tajriba. Oxiri baribirga ham mana ko'p o'zbek oilalarda yo'q, mani o'g'lim, mani qizim yoki mani erim qaram odam emas. Yo'q. Qarzi bor $15,000 yoki bo'ldi уже pishdi уже. Уже anaqa yurishlari, gap so'zlari уже hammasini barbod qilib bo'ldi. Lekin o'zimizni uspokоить qilish uchun aytamiz, yo'q, mani o'g'lim jinnimisan, unaqa emas. Keyin o'zi juda ham shu noto'g'ri narsa bor. Endi bu men o'zim o'zbekman, toza. O'zbekistonni o'zbekchilik yomonlashmas. Shu uyatlardan mana o'zimizda muammo. Oldimdagi inson qiynalyapti. Menga qarindoshim gapi muhim. Menga qo'shnimning gapi muhim. Mana shu narsalar juda ham noto'g'ri. Xo'p, bessiylarni ham xuddi shunaqa sferalari bor. Boshlanishidan qanaqa boshlangan и qanaqa qilib даже destruktivnigacha olib kelgan. Mana misol uchun eng qo'pol, eng og'irroq situatsiya aytaman, o'g'rilik. Xonaga kirdim, mana bu yerda turibdi nimadir. Pul deylik, misol uchun pul turibdi. Mana shu destruktivniy sfera deymiz buni. Pul turibdi, qaram odamga iste'mol uchun juda ham pul kerak. Yoki o'zini nujdasi ishlash uchun. Bo'ldi bu yoqda shu hozir aytganimdek kachaylik ketadi. Qilaymi, qilmaymi? Protiv aytadi, yo'q, bu o'g'rilik yoki onam bilsalar, u ketdi, ya'ni oqibatini o'ylaydi. Bu yoq chastsi o'ylaydi anaqa taraflarini. Ya'ni majbur qiladi o'sha pulni olib chiqib ketishga. Sublичности мы bu yerda nima u zadание? Уже tushundinglar, studentlarni qaram odamni yaxshi tomoni bor, yomon tomoni bor. Biz aytamiz болезнь здравой мысли. То есть две части есть. Наверное, иногда бывает же, вот с центра выходит, родные говорят, он вроде вчера нормальный был. Ну, то есть мы сидели так-то, улыбались, общались. Утром встает, что-то произошло, все, опять что-то, он не он, короче. Он уже другой человек. Это, говорят же, погода, настроение. То есть проблема в чем зависимость? Эмоциональной стабильности нету. Он не может свое состояние эмоционально вот так в балансе держать ровно. У него нету способности. Да, это будет, но через какое-то время. А субличности, он там что пишет? Man bitta misol aytaman. Yozgan narsasi qaramlik, ya'ni qaramlik болезни здравомыслиga pismo yozadi. Здравомысли tarafi qaramlik болезньga pismo yozadi. Bir-biriga pismo yozadi. Bitta qarama-qarshi. Bu yerda qanaqa misol uchun mana болезньni yozyapti. Зачем тебе реабилитация? Давай еще, вот есть сколько лет, да? Там 30, 40, 20, 15. Давай до 60 дойдем спокойно. Потом, можем же бросать. Помни, когда тебе было трудно, как я тебя поддержал. Когда у тебя рядом никого не было. Тебя мама поддержала, что ли? Либо братья? Никто не поддержался. С тобой был только я. Благодаря меня у тебя получилось работать со своим состоянием. Mani yordamim orqali sen hissiyotlaring bilan ishlay olgansan. Har doim men sana oldingda bo'lganman. Bu yerga personallar, spetsialistlar nimalardir deyapti. Uyingdagilar davolanishing kerak. Bular o'zi aslida kerak emas. Ya'ni mana shu narsani o'zi qaramlik, kasallik, uni gapirishi shunaqa. Bu nima uchun bu zadание muhim? У любого зависимого есть внутри два голоса. Вот есть болезнь, да, есть здравомыслие. Это для чего мы пишем? Чтобы человек умел слушать, да? Ichki mana shu chastini ajrata olish uchun. Qayerda mana qaram odam, qaram tarafim gapiryapti, qayerda mana здравомыслие tarafim gapiryapti. Mana agar mana shu narsani ajrata olsa bu, ana o'shanda o'zini kontrol qila oladi. То есть поведениясini. Я всегда говорю, что мысли невозможно контролировать, да, зависимый человек, но он может контролировать свое поведение. Он в мыслях может убить кого-то, хотеть. Вот так, я хочу сейчас убить. Почувствуем злость. Но это не означает, что он это делает, да. А наша задача работать с поведением, да, первое время. Sublичность mana shu narsani beradi. Ya'ni bu yerda muhim narsasi, ya'ni itokda. Ya'ni endi biz uchun yana nimani razbor qilamiz desak, oxirida ko'rsatish, savol beramiz.
qaram tarafing kuchlimi, здравомыслие tarafing kuchlimi. То есть у тебя какая часть сильная? Здоровая, болезненная. Надо признать, что часть болезни сильная. Я иногда говорю, что вот представь, что у тебя вот только-только рождается. Вот ребенок, ну, здравомыслие у тебя ребенок. А там уже все, ну, проработанный вот это, есть же, ну, волк. Уже оно болезнь части, уже kuchi bor, judayam aqlli, mana shu болезнь. Abortga tushganda biz endi og'ziga so'zga berib, здравомыслие tarafini katta qilyapmiz-da. O'shaning uchun bu yerda sentr jarayonida, bu yerdan chiqqandan keyin har bitta qilayotgan qadamlari nima uchun muhim? Mana shuni katta qilib olish uchun. Agar buni biz qanchalik tezroq ozuqa berib, to'g'ri ozuqa berib, to'g'ri yo'naltirib kattaroq qilib olsak, ana o'shanda nimagadir erishamiz. Qanaqadir stabilnostga, qanaqadir mudrostga, zrelostga ana o'shanda erishsa bo'ladi. Sublishnosti asl anaqasi maqsadi yozishdan mana shu narsa. Bu juda ham qiziqarli zadание, juda ham foydali zadание. Xo'p, следующий. Neupravляемость. So'zaga siz bordingiz, gruppaga. So'zavishmiz. Anaqani shagini o'qib ko'rmadingizmi? So'zada. Первый шаг как звучит, не помните? Ага. Не, про бессилие же. То есть мы признали, что мы, да, перед зависимым бессилие, да, первый шаг. Ага. Да. Ага. А видите, для зависимых тоже такая первый шаг. Мы признали бессилие, именно shu bessилияni qabul qildik, qaramlik kasalligim oldida и qabul qildik, что bizani hayotimiz полностью неуправляемость bo'lib ketdi. Неуправляемостьni tushundingiz-a? O'zbekchasiga nima desak bo'lar ekan неуправляемость? Да, boshqara olmaslik. Да, o'zini boshqara olmaslik. Bu başa bessiliya, neupravляемость bular juda ham muhim. Nimaga? Bessiliya birinchi qadam. Men qaramligim oldida ojizman. Neupravляемость meni hayotim полностью neupravляем оказывается. Mana o'zingizlar o'ylanglar, oddiy misol, uydagi hammanglar bilasizlar, qanaqa o'zini tutgan, nimalar qilgan. Bu neupravляемость, ya'ni sog'lom odam qila olmaydi. Bir xil o'ylaydi. Mana ko'p gaplashaman, kelsa o'ylashadi, yo'q siz tushunmayapsiz. Qanaqa qilib bunaqa qilishi mumkin deyshadi-da. Rostdan ham поведениялari bu sog'lom odamning поведениялari emas-da. Bu jinnilik emas. Hozir bizda ko'payib ketdi. Bitta, ikkita, uchta qanaqadir bo'ldi, buni jinnixonaga yuborish kerak. Bo'ldi buni domlaga borish kerak. Ya'ni kasallik bilan ishlash maqsadi boshqa направление bo'lib ketyapti. Bu neupravляемость nima? Bu yerda yozadi именно qayerda juda ham neupravляемый bo'lgan joylarini. Qayerdadir o'g'irlik, qayerdadir juda ham og'ir narsalar. Buni o'zi ko'rishi, чтобы tashqaridan. Что meni hayotim shunchalik neupravляемый bo'lib ketganini buni his qilish kerak o'zi, yashab o'tib ketish kerak. Boshqara olmaydi. U yerda mana qanaqadir xayol keldi, shunaqa neupravляемость bor. Ketyapti. Men bitta situatsiyani eshitganman. Mana bu yerda militsiya turibdi-da. Xodim turibdi. Sal naryoqda apteka. Ya'ni shu sotib olish uchun. Neupravляемостьni aniq biladi. Hozir borsa, uni ushab olib ketishini aniq biladi. Bilib, to'g'ri borib, kirib chiqib, itok olib ketishdi. Mana bu neupravляемость. Bo'ldi, o'sha o'zini o'zi boshqara olmayapti. Ya'ni mana mashina agar o'zi tushunsa, men qaramligim agar meni bosib olsa, ya'ni men kasal bo'lsam, если я болею, всё, ну, мне тяжело будет управлять. То есть, когда у меня есть, ну, вещества какая-то, да, все, я не могу себя контролировать точно. Контроль hech qanaqasiga qila olmayman o'zim поведениямni. И неуправляемость faqatgina qaram odamni iste'mol paytida bo'lmaydi. Ya'ni faqat ichida organizmida alkogol, narkotik yoki o'yin o'ynayotgan paytida faqatgina unda bo'lmaydi neupravляемость. Chistotada ham, то есть трезвостda ham bo'ladi neupravляемость.
o'sha neuropravляемыйsi boshqara olish uchun bu yoqqacha olib kelmasligi uchun juda ham ko'p o'zini ustida ishlash kerak bo'ladi. Neuropravляемый ikki xil bo'ladi. Внешний bo'ladi, внутренний bo'ladi. Ya'ni внешний bu уже xatti-harakatlarim, mana hozir oldim, nimadir olib urdim. Bu уже внешний. A внутренний уже mani fikr-hayollarim, planlarim уже neuropravляемый. Mana shu bo'ladi. Keyin yana bitta zadание bor, buni individualni beramiz. Buni ham aytib ketaman. IXZ. Bu qaram odamni istoriyasi. Istoriya химически зависимый человека-da. IXZ bu nimani yozadi aytding? Mani yoshligimdan hozirgi kunimgacha qaramlik men bilan bo'lib kelgan, qanaqa rivojlangan. 6 yoshimda yoki bilmadim, hammada har xil. Bir xilida birinchi sinfidan bo'ladi, 7 yoshidan, bir xilida nechidir yoshdan bo'ladi, hammada har xil. Ya'ni meni o'sha yoshligimdan hozirgacha qaramlik kasali men bilan qattiq bo'ldi. Qanaqa qilib bu o'sdi men bilan birgalikda. U yozgan, birov. Qanaqa qilib mana atrofimdagi munosabatlar 10 yil oldin men prosta misol tog'am bilan juda ham yaxshi munosabatda edim. 10 yildan keyin buzildi. Nimaga buzildi? Mana shu narsa, ya'ni o'zini istoriyasini yozadi. Mana не обычная там биография, которая вот я родился, нет, там связь с болезнью. Как у тебя, как рядом с тобой была болезнь и как влияла на тебя твоя, болезнь, зависимость, да? Вот это он пропишет. Тоже хорошее, длинное задание. ГБ yozaman. Нет, сценарий срив же. Что-то ГБ пишу. Да. Да, это читал. Xo'p, ssenariy sriva. Bu почти oxirgi zadaniyalardan juda ham kerakli, juda ham muhim zadaniya и juda ham og'ir zadaniya. Bu yerdagi hamma zadaniyalar bilan solishtirsa, hammasini o'ziga yarasha qiyinchiligi, og'irligi bor. Bu eng og'iri zadaniya hisoblanadi. Nimaga? Buni ham yozadi, butun fantaziyasini ishlatib, haqiqatga asoslanib, o'zini o'limini yozadi. Qanaqa qilib o'lishim mumkin? Ssenariy sriv. Misol, rebadan chiqdim, PLPga boryapman, PLPni tugatdim, qayerdadir ishladim. Mana shunaqa yozib borib, shu oxiri nima uchun u sriv qilishi mumkin? Mana o'zi o'ylaydi-ku, sentrda yurganda primerniy qanaqadir tushunchasi bo'ladi. Agar meni yaqinlarim o'lib qolsa, sriv qilarman yoki eski suhbatlarimni ko'rib qolib gaplashsam, sriv qilarman. Ya'ni o'zini qanaqadir tushunchasi bo'ladi. Meni nima srivga olib keladi? Mana o'sha primerniy fantaziyasini butunlay yozib chiqadi. Ya'ni meni nima srivga olib keladi и oxiri o'lim bilan tugaydi. Основной химический зависимый uchun o'lim, игрокlar uchun основной qamoq bo'ladi. Keyin qamoqda уже o'lim. O'lim bilan tugaydigan основной mana shu химический зависимыйlar bilan bo'ladi. O'lim bilan tugashi. Bu yerda yozadi, o'limini yozadi. Mana tasavvur qiling, o'ldi u, yotdi, tanasini ahvoli qanaqa? Muzda issiq, ko'zi ochiq yoki yumuq. Ya'ni o'zini mana bu tasavvur qiling, yotibdi, bu yoqdan chiqib o'zini ko'rib analiz qiladi mana shunaqa. Yotganini, qo'lini rangi, tilini rangi, yuzini rangi, qanaqa ahvolda yotibdi. Mana shu narsalarni butun yozadi. O'lgandan keyin birinchi bo'lib kim uni topdi? Кто нашел? Kim uni olib bordi anaqagacha? Qabrgachami deymizmi, yuvishgachami deymizmi? Qabrda kimni ishtirok etdi? His qilsin, u yotibdi, qabrda atrofdagi har bitta gapirayotgan odamlarni eshitadi. Onam nima deyaptilar? Adam nima deyaptilar? Yaqinda meni o'lganimdan keyin nimalar deyishyapti orqamdan? Mana shu narsalarni bittalab figurani yozadi. O'tdi. Bo'ldi, u yozadi, keyin 1 yildan keyin meni ko'rgani kim keldi? 5 yildan keyin kim keldi? 10 yildan keyin kim keldi? Asosiy ko'pincha bo'ladi, shu 5-10 yildan keyin o'zi hech kim seni eslamayapti-da, hech kim kerak emassan. O'lgandan keyin bo'ldi, u biz uchun ham o'ladi, o'tdi, sentr uchun.
tashqari qilib qo'yamiz, keyin bu yerda biza boshlaymiz. Ну, bilardik примерно. Bijal hayotda bitta зависимый odam kamaydi, ничего страшного. Ну, мне больше aytamiz, что og'riq onasiga achindik, yaqinlariga achindik, u o'lib ketdi. Mana shu hamma og'riqlarni bu bizadan o'sha o'giriladi, o'tirgan holatda butun gruppaning gapini eshitib o'tiradi. U обязательно yig'laydi o'qiyotganini, chunki bu juda ham og'ir. Bo'ldi, keyin kechgacha biz uni yo'q deb hisoblaymiz. Hech kim bilan gaplashish mumkin emas. Как будто он нету в доме. Примерно так. Это очень важное задание. И итогda qaytadan tug'iladi. Чтобы bu srif yashash uchun, чтобы bilish uchun bu nima buni srifga olib kelishini, hech bo'lmasa ozgina tushuncha bo'lish uchun, mana shu narsalar bo'lish uchun buni yozadi va bu juda ham muhim. И oxirgisi o'zi bu zadание отдельный tema deyman, GB, граница безопасности. Bu o'zi bitta katta leksiya. Граница безопасности men aytganman, mana неизлечимое хроническое mana shunaqa заболевание yana nima bor? Saharli diabet bor. Uni ham davolab bo'lmaydi, bittada uni qanaqa bo'ladi? Shakar kamroq yeysiz, o'zingizni nimalardandir ehtiyot qilib yurasiz. Dieta tutasiz. Qaram odam o'zini ham nimalardandir обязательно ehtiyot qilib yurishi shart. Bu o'zini sog'lig'i uchun. Граница безопасностida 24 tacha granitsalar bor. O'shalarni qo'yadi. Mana men hozir ichidan tez bir 5-6 tasini aytib ketaman. Чистые руки degan granitsa bor. Ko'proq mana PLPga chiqqanlar чистые руки, ya'ni men alkogolni, telefonni o'yin bo'lsa, shularni ushlashim mumkin emas. Bo'ldi, ushlamaydi u narsani. Birinchisi. Yoki место употребления bor. Iste'mol. Qiladi, да. А почему он сделает? Потому что мы сделаем так, чтобы он себе сам поставил. То есть не мы прям вот так, а чтобы он сам поставил. Qila oladimi? 100% qila olmaydi. Narusheniylar bo'ladi, qanaqadir. Lekin bu yerga granitsalarning hammasi qaysidirini bilsa, bu 100% srifga olib keladi demaymiz. Bu yerda sosteniyasi bilan ishlash muhim. Nima uchun? Конечно, chiqqandan keyin hamma yaxshi, balki mashina xohlayr, qanaqadir pul xohlayr, qanaqadir nimalardir ichimliklar xohlayr. Mana shu paytda birinchi vaqtda qaram odam o'zini o'zi atkaz berishi muhim. Bu yerda to'g'ri, birinchi bizning vazifamiz uni srifdan ehtiyot qilishi, ikkinchi состояние bo'yicha bizning vazifamiz, чтобы он умел отказаться, чтобы вот это сейчас проработал. А зависимый человек как был раньше? Qaram odam oldin qanaqa bo'lgan? Хотел, сделал. Я хочу употреблять, и мне без разницы там, кто скажет, что будет, я это сделаю. А чтобы он умел вот этот отказ принимать. Misol uchun boramiz, unga ko'p pul ushlash mumkin emas, chegara bor. Misol uchun borib, xohlagan pulni borib kiyinib, xohlagan telefon olib yoki xohlagancha bo'ldi, yo'q, yashab bo'lmaydi. O'zini mana energetik mumkin emas, oddiy misol. Bir xil aytishadi, bu energetik nimaga mumkin emas? Men tushuntiraman. Bu yerda faqat shuni qilsang, aniq srifga ketib qolasan emas. Bu yerda atkazni o'rganish. Eng yaxshi tarafi GBD mumkin emas narsalarning hammasi rostdan ham kerak narsalar emas o'zi. Bir juda ham foydali kitob o'qish mumkin emas degan narsa yo'q-da. Hammasi qanaqadir kerak emas narsalar. Agar mana shu birinchi periodda, birinchi 1 yillikda bu yerdan chiqqandan keyin mana mashina agar 1 yil usha bersa, bo'ldi, уже juda ham zo'r достижение deyiladi. Bo'ldi, bundan buyog'iga, конечно, 1 yil o'zini keraksiz narsalardan, mumkin emas narsalardan atkaz qila olgan odam, u 1 yildan keyin уже nimalardandir atkaz qila oladi. Ya'ni zrelый fikrla oladi. Menga kerak hozir demaydi уже. Plan qila oladi. Уже shunaqa narsa, ya'ni zrelost bo'ladi. Shuning uchun bu GB juda ham muhim, buni ushlash. Xo'p,